Assalomu alaykum. Assalomu alaykum ko'pchilik yaxshimisizlar? Men Kanadadan Guli Maqsud. Bugun naq maydon programmalarimni uzun zamonlardan beri to'xtab qolgan naq maydon programmalarimni qaytadan boshladim. Bugungi naq maydonimning temasi vatanga beribdimanmi deblan boshladim. Bu qisqa oddiy qilay. 2-3 kunlik oldida shundoq Guli Maqsud vatanga ketibdi. 5000 arxivni ko'tarib, chamadonlab ketibdi degandek gaplar chiqib qoldi emasmi? Qarasam butun dunyodagi ko'pchilikniki shu bir ancha-muncha bir o'xshmaslik, shu o'sak so'zlarga, butunlarga ishonib qolganlik, shunaqa ahvollar bo'lgandan o'zim bir aniq uchuqlarni berib qo'yay dedim. Endi Facebookda qisqa yozib qo'ygan bo'lsam-mu, endi bir video orqali bir so'zlab qo'yay dedim. Gapini boshlayamsa, bugungi naq maydon programmamda 3 nuqtani so'zlay. Birincisi, naq maydonga bordimmi, bormadim. Ikkinchisi, 5000 arxiv shu to'g'riliq. Ya'ni naq maydon qilib bir kimlarniki so'zlagan gaplariga qarata deyilgan shu o'zimniki ifodasi. Eng oxirida ananiki nima uchun shundoq bir meni o'tirib chiqib bundaq bir mushundaq vaqtda o'tirib chiqib meni ishlab tortib chiqib bundaq bir behtallarni cho'plashniki sababi nima deganda shu o'zimniki tahlili shu 3 nuqtadan so'zlay. Birinchisi, aniqlam javobi men vatanga bormadim. Instagram'dagi rasmlar, Facebook'dagi rasmlar va Twitter'dagi rasmlar butun hammasi meniki vatanga borgan vaqtimda, ya'ni necha yillarning oldidagi 2014, 2015, 2016 shu vaqtdagi rasmlar. Men baya bir soatlik oldida undidorimniki ham bir telefonimni olib, undidordagi o'sha yil vaqt sonidan tortib aniq ko'rib, sizlarga mush yerda ham baharlay desam, rasmni ham baharlayolmadim. Shunga men ekranning yuziga layout qilib chiqaray, sizlar qaranglar. Shuni bir ko'rib beqinglar. Eng avval 2014dagi shu rasmimni ko'rsatay. Turpan yoshlar yo'lida tushgan rasm. Uni bir chiqiribdi, o to'g'riliqmi bir narsa. Ama shuni cho'ngtamdimchi, men shuni ayrim kesib elib Facebook'a yo'llab qo'yay. Mana bu 2014-yildagi rasm. Mana bu Panjirtaqqa borganim 2015dagi. Aşıki videosunu gösterisizlarga, balkim aniqroq chiqib qolishi mumkin. Rasmni baharlab cho'ngtib chiltib qilay desam, kompyuterimni qaytadan bir update qilish to'g'ri keldi ekan. Yana kechib ketdik, men ilimujaq kechib ketdim, shunga mushib ketdim. Mana bu 2015'teki bu. Panjirtaqqa borganim. Men YouTube'ni boshlag'ili 2019-yili 6-oydan boshladim. Hozirga qadar 5 yillik jarayonda taxminan 5-600 cha video chiqarib bo'ldim-ku deyman. Nurg'un videolarim bor. Ularning ichida o'zimniki shu qandoq amin aniq so'zlab keldim, mayli xabarlarda bo'lsin. Erkin Osiyo radiosiniki bir xabariga chiqqan chog'da o'zimniki qandoq o'quvchilik salohiyati bilan kelganligimni har qatimliq ta'tilda, ya'ni 2012 Kanadaga keldim. 2013 bir yil o'qiblam, 2014dan boshlab ta'tilda 2014, 2015, 2016 keldim. Undan keyin boramadim. 2017 akam tutilib ketdi. O'sha 2 yil jarayonda men boshida dastlabda yushirin faoliyat qilib, keyin oshkor faoliyat qilib yurib mushtaq imkon. Bu 5-6 yillar bo'lib ketgandan keyin vatanni sevg'indigan gapgan, shuning bilan o'zimniki shu sahifalarimga vatan sevgisini bo'lsin bosam degan deb shu vatandagi rasmlarni ham birlab qo'ysam, yaqindan yoqqa tuyuqsizlam o'tgan yil 10-oyda beribdi deganda gaplar chiqdi. Shular qatta bu isbot deymanu. Mana vatanga borgan rasmlarniki 2015, 2014. Mana 2014 Qashqarga borgan rasmlar ekan. Hey, endi vatanni asligilmi qo'ymamsizlar endi. Vatanni sevg'inish, vatanni suyish, vatanni aslash.
Bir ifodalasam, rasmlarni chiqarsam nima bo'pti? Hammasi ko'n rasmlar. Qaytadan ko'rsatsammi? Hamın çoğultamagandan keyin dedim-ku, bay degendek şu kompüterni update qilib, anandan keyin cho'ngitib, kichiltib ko'rsatgan bo'ldi ekan. Men Facebookga chiqarib qo'yay, Instagramlarga chiqaray, hammaga chiqarib qo'yay ko'rayman. Vatanga bordim man. Shuning bilan birinchi so'zlaydigan nuqtam tugagan bo'lsin. Vatanga bordingmi, bormidingmi deganga men bordim bo'ldi. Ham ikkinchisi naq maydonni ko'rdim. So'zlagan endi u manga qaratilgan hujum emas ekan uchu. O'tirda o gapni anglab men kulib ketdim. 10 ming arxivni bölüşüp 5 ming arxivni ko'tarib men vatanga ketibdiman. Bir aqlga sig'idek bo'kdan chaplamamsizlar, chaplasanglarmi voy. O'ylashimcha bu nimaniki chiqishi, mushundaq bir bo'ktanniki chiqishi nima desanglar, manga qaratilgan hujum emas uchu. Kanadaga keladigan 10 ming Uyg'urninki ishlari yiqilishib qolgandan keyin biri shu hujum, yana birisi shu Dunyo Uyg'ur qurultiyiga qarata hujum. Hamda meni shu o'tirdi bir mushundaq bir bozorni qaynatish uchun, bozoringizni qaynatish uchun menga ehtiyojingiz tushib qopti, Dilyar Musabay. Bek aqlga sig'maydigan bo'ktam tuhmat qurib to'xtab turing, eli azirtirib, esaltirib yana so'zlaydigan so'zlay. Hamda shu mishadagi deyilgan gaplar, arxivlar, 5 ming arxivni, 20ni, 5 mingni men bilib, 20ni Mehmet To'xtapandi akitib demiş. Mushdagi ovozli kuchur WhatsApp tarqalgan ovozli kuchurlarni bir anlataymi? Rasmlarni boya ham baharlagan bo'ldim. Bu rasmlarni Twitter'da chiqargandim. Bu Twitter'dagi mau Gül Masud degan maxsus Uyg'urcha yozdiganlar, Uyg'ur ana tiliga bo'lgan ish qilib dedim-ku, vatan sevginishini ifodalab mushundaq. O'tgan yili 8-oyda oxirgi qatimliq vatan ziyorati madaq deb o'tgan yil 8-oyda chiqargan tweet mau. Amaliyotda bo'lsa bu rasm 2023dagi emas, 2015dagisi. Ma Panjatog'dagi rasmlar anandaki ana til maktabniki mushu 2013-2014'lardagi masalaga shu Facebook'dan ko'rayman, Facebook'dan ko'rsatay. Ma ta'tildagi borgan vaqtim, har ta'tilda mushundaq uyga berib kelgan. Oxirgi 2016-yildagi Qurbayitni uyda o'tkazib kelgan. Meninki vatan sevginishim, vatan söygüm sizlarniki hech qaysinglarniki ketmaydi desam bo'ladi. Oşaqday qaysi biringlar menga o'xshash bunday rasmlaringlarni uda orqama o'tib to'xtamay vatan haqida bir narsani chiqarib uni qo'shib ketdim bo'ldi. Men ish qilib Yolqintog'dagi G'o'ljinorod, Qashqa, Oltoy, O'rchin ish qilib o'zimninki oliy maktabni bitirib, o'qish bitirib chiqib birinchi qilgan kasbim sayohat yetakchiligi bo'lgandan keyin vatanimizniki basmagan tuprog'im yo'q. Meniki hozir yo'llaganlarim faqat kichikgina bir qism. Sizlar bilmadim.